هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure İsra tefsiri 94. ayetini başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvence dektanlağa İbn Kathir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi İsra suresi 94. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de billahi mineşşeytanirracim. Ula yeni müşriklarning özleriga hidayet, yeni peygamber bilen Kur'an kelgan chaqda iman etmasliklari Allah insanni peygamber qilib avatamdi deganliklari uchundir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, mubada ziminda, ya'ni zimin ahlidek minib yuradigan, o'ltiraqlashgan farishtalar bo'lsa edi, albatta ularga osmondan farishtani payg'ambar qilib tushiradiq. Mushriklarning payg'ambar alayhissalomning insonlarning ichidan bo'lganligi uchunla iymon etmaganligi va ularga berilgan raddiya. Ular ya'ni mushriklarning o'zlariga hidoyat, ya'ni payg'ambar bilan Qur'on kelgan chaqda iymon etmasliklari Allah insanni payg'ambar qilib avatamdi deganliklari uchundir. Allah Taala bu vaqtda mundaq dedi: insonlarning biriga, ya'ni Muhammad alayhissalomga insonlar, ya'ni kofirlarni Allohning azobidan ogohlantirgan, mu'minlarga Robbining dargohida qilgan yaxshi amallari uchun yuqori o'ringa erishadiganligi bilan xush xabar bergan deb vahiy qilganligimizdan ular ajablanamdi. Bu şunun uchundirki, ularga payg'ambarlari ro'shan mo'jizalar bilan kelgan edi. Ular inson bizni hidoyat qila olamdi dedi. Payg'ambarni inkor qildi. Iymondan yuz o'rdi. Allah ularning iymoniga muhtoj emasdir. Allah mahluqotdan behojatdir. Madhiyaga loyiqdir. Allah Taala Fir'aun ve onun adamlarının degan sözlerini bayan qilib mundaq dedi: ular bizga o'xshash ikki oddiy insonga iymon etamdiq. Halbuki ularning qavmi bizning qulga o'xshash xizmatchilarimizdir deyishdi. Ilgirki ummatlarmu payg'ambarlarga shundaq degan edi. Allah Taala ularning sözlerini bayan qilib mundaq dedi: ular sizlar faqat bizga o'xshashlar inson, ota-bobolarimiz ibodat qilib kelayotgan butlarga ibodat qilishimizdan to'smoqchi bo'lasizlar. Rostliqinglar uchun bizga aniq pokit ko'rsatinglar dedi. Mushu mazmunda kelgan oyatlar nihoyat ko'pdir. Ondan Allah Taala bendilerinin avatilgan payg'ambar bilan so'zlashalisin. Ondan Allah Taala bendilerinin avatilgan payg'ambar bilan so'zlashalisin ve onundan savol so'rab dinini tushunsin ve bilsin deb payg'ambarni ularning tipidan avatish orqali bendilerga qilgan rahmati ve mehribonligini eslatdi. Eğer Allah Taala payg'ambarni farishtadan avatgan bo'lsa, ular uningga gap qilmaydi. Ular uningga gap qila olmaydi va uningdan foydalana olmaydi. Allah Taala bu vaqtda mundaq dedi: Allah mu'minlarga Allohning oyatlarini tilovat qiladigan,
ularni gunohlardan pok qiladigan, ularga kitobni va hikmatni, ya'ni Qur'on bilan sunnatni o'rgatadigan, o'zlaridan bo'lgan bir payg'ambar avatib, ularga cho'ng ihson qildi. Halbuki ular burun ochiq gumrohlikda edi. Ey insonlar, shubhisizki sizlarga o'z oranglardan payg'ambar keldi. Sizlarning kulpat chekishinglar uningga ig'ir to'yildi. U sizlarning hidoyat tepishinglarga herisdir. Mu'minlarga amroqdir, nihoyat ko'yimchandir. Shuningdek, ya'ni sizlarga bergan ne'matimni kamolatga yetkazganimdek, o'z ichinglardan sizlarga bizning oyatlarimizni tilovat qilib beradigan, sizlarni mushriklik va gunohdan pok qiladigan, sizlarga kitobni, ya'ni Qur'onni va hikmatni, ya'ni diniy ahkamlarni o'rgatadigan, sizlarga bilmaganlaringlarni bildiradigan bir payg'ambar avatdi. Meni taat ibodat bilan yod etinglar. Meni yada etsanglar, men sizlarni savob berish bilan, mag'firat qilish bilan yod etaman. Menga shukr qilinglar, noshukirlik qilmanglar. Shunga Alloh taolo bu yerda mundaq dedi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, muboda ziminda, ya'ni zimin ahlidek mengib yuradigan, o'ltiraqlashgan farishtalar bo'lsa edi, albatta ularga osmondan farishtani payg'ambar qilib tushirdik. Ya'ni payg'ambarni ularning o'z tipidan tushirdik. Sizlar inson bo'lg'achqa biz sizlarga rahmat va mehribonlik qilib payg'ambarni sizlarning tipinglar bo'lgan odamdan avatdik. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, Allah men bilan sizlarning oranglarda mening rostligimga guvoh bo'lishga yetarlikdir. Allah haqiqatan bandalarining ahvolini bilib turg'uchidir, ko'rib turg'uchidir. Allah Taala payg'ambariga o'zining qavmiga ilib kelgan haqiqatda rostchil ekanligi to'g'risida ularga pok turg'izishni ko'rsatib, uni Allah Taala menga va sizlarga guvohchidir. U men sizlarga ilib kelgan haqiqatni bilguchidir. Agar men Alloh taoloning nomidan yolg'on aytgan bo'lsam, albatta Alloh taolo mendan qattiq o'chini oladi deyishga buyurdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Agar u bizning nomimizdan yolg'onni to'qiydigan bo'lsa, albatta uni qudratimiz bilan jazolaydi. Ondan uning asosiy qizil tomirini kesib tashlaydi. La ilaha illalloh. Allah haqiqatan bandalarining ahvolini bilib turg'uchidir, ko'rib turg'uchidir. Ya'ni Alloh taolo ularning ichidan kimning yaxshilikqa va hidoyatga, kimning ozg'unlik va gumrohlikqa loyiq bo'ladiganligini obdan biladi. Kimiki Allah hidoyat qilgan ekan, u hidoyat topquchidir. Allah gumroh qilgan odamga Allohdan boshqa azobdan qutuldiradigan hech yordamchilarni topolmaysan. Qiyomat kuni ularni dum yotqizib, so'ralgan ko'r gaz holda yig'imiz. Ularning joyi jahannam bo'ladi. Jahannamning o'ti paslab qolsa, ularga o'tni texmi yolqinjitimiz. To'g'ri yo'lga boshlash va ozdirib etishning Alloh taolaning qo'lida ekanligi. Alloh taolo o'zining mahluqotlari ichida qiladigan ishlaridan, ularga hukmini yurgizadiganligidan va hukmiga hech kishining qarshi tura olmaydiganligidan xabar berib mundaq dedi. Kimki Allah hidoyat qilgan ekan, u hidoyat topquchidir.
Allah gumroh qilgan odamga Allohdan boshqa azobdan qutuldiradigan hech yordamchilarni topolmaysan. Ya'ni ularni to'g'ri yo'lga boshlaydigan hech yordamchilarni topolmaysan. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: kimiki Allah hidoyat qiladigan, u haqiqiy hidoyat topquchidir. Kimniki qilgan yomon amali tufaylidan Allah ozdirdigan, uningga yo'l ko'rsatkichi do'stni hargiz topolmaysan. Azg'unliqdagi kishilarning jazosi. Qiyomat kuni ularni dum yotqizib so'ralgan ko'r, gacha, gaz holda yig'imiz. İmam Ahmad Anas ibn Malikning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalomdan: "Ey Allohning payg'ambari, qiyomat kuni kishilar dum yotqizilib qandoq yig'iladi?" deb so'raldi. Payg'ambar alayhisalom: "Ularni putlaricha mangdirgan zot ularni dum yotqizib mangdirishga qodirdir" dedi. Bu hadisni İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qildi. Ularning qiyomat kuni ko'r, gacha, gaz holda keltirilishi, ular dunyoda haqiqatni ko'rishdan ko'r, uni so'zlashdan gacha, uni anglashdan gaz bo'lganligi uchun ularga berilgan jazodir. Ular hamma kishilar to'plangan maydonda ko'zlariga, quloqlariga va tillariga eng ehtiyojli bo'lgan vaqtda mushu jazo bilan jazo berildi. Ularning joyi jahannam bo'ladi. Cehennemning o'ti paslab qolsa, İbn Abbas radhiyallohu anhuma kuyish to'xtab qolsa dedi. Mujahid o'chib qolsa dedi. Ularga o'tni texmi yalqinjitimiz. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: ularga aytimizki, tetinglar, sizlarga faqat azobni ziyoda qilamiz. Ularning oyatlarimizni inkor qilganliklari va chirigan so'ngak va to'piga aylanganimizdan keyin rostlik qaytadan terilib yangidan odam bo'lamdik deganliklari uchun ularga berilgan jazo ana shudir. Osmonlarni, zaminni yaratgan Allohning ularga o'xshash insonlarni yarata oladiganligini ular bilmamdi. Allah ularning o'lishi va terilishi uchun shak shubhisiz muayyan vaqt belgiladi. Kafirlar faqat kufrig'la unaydi. Ya'ni ular bizning ularni gaz, gacha, ko'r qilib qo'yishdek ularga bergan jazoimizga loyiq bo'lib qolgan edi. Chunki ular bizning hujjat paketlarimizni inkor qildi. Qayta terilishni yiroq sanab, chirigan so'ngak va to'piga aylanganimizdan keyin rostli qaytadan terilib yangidan odam bo'lamdik. Ya'ni biz chirib, tutma bo'lib to'piga aylanib, yo'qolib ketgandan keyin ikkinchi qitim qayta terilam deganmiz dedi. Ondan Alloh taolo ularga paket keltirdi. Osmonlarni va zaminni yaratgan qudrati bilan ularni qayta terildirganligini va ularni qayta terildirish osmonlarni va zaminni yaratishdan oson ekanligini eskartdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: osmonlarni va zaminni yaratish albatta insonlarni yaratishdan ko'p qiyindir. Ular, ya'ni o'lgandan keyin terilishni inkor qilguvchi kuffarlar bilmamdiki, osmonlarni va zaminni yaratgan va ularni yaratishda charchab qolmagan Alloh o'liklarni terildirishga qodir emasmi? Durust. U haqiqatan har narsaga qodirdir. Osmonlarni va zaminni yaratgan zot ularning o'xshashini yaratishga qodir emasmi? U bununla qodir. Allah mahir yaratquchidir. Hammani bilguchidir. Allah birer şeyini yaratishni iroda qilsa, uningga vujud kel deydi-da, u vujud keladi. Allah pakturki
her bir narsaning egilik huquqi uning qo'lidadir. O'lgandan keyin uning dargohiga qaytarilsizlar. Alloh taolo bu yerda mundaq dedi: Osmonlarni, zaminni yaratgan Allohning ularga o'xshash insonlarni yarata oladiganligini ular bilmamdi. Ya'ni qiyomat kuni ularning tanlarini qaytara oladiganligini va ularni burun yaratgandek qayta yarata oladiganligini bilmamdi. Allah ularning o'lishi va terilishi uchun shak shubhasiz muayyan vaqt belgiladi. Ya'ni Allah Teala ularni qayta yaratib qabrlaridan chiqarish uchun o'tmasa bo'lmaydigan muayyan vaqt belgiladi. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi: Uni, ya'ni qiyomat kunini biz muayyan muddatgacha ta'xir qilamiz. Kafirlar faqat kufrga unaydi. Yani kafirlar özleriga pakitlar ko'rsatilib bo'lgandan keyinmi faqat özlerining gumrohligida va ozg'inligida cho'nqirilishga unaydi. Agar Rabbimning rahmat xazinalari sizlarning qo'linglarda bo'lsa, chiqimdan, ya'ni tugib ketishdan qo'rqib cho'qim bexillik qilatdinglar. İnsan bexil keladi degan. Bexillik qilishning insonning tabiiy ekanligi. Alloh taolo payg'ambarini kishilarga mundaq deyishga buyurdi: Agar Rabbimning rahmat xazinalari sizlarning qo'linglarda bo'lsa, chiqimdan, ya'ni tugib ketishdan qo'rqib cho'qim bexillik qilatdinglar. Ya'ni u mangu tugamaydigan to'simi sizlar uning tugib ketishidan qo'rqib bexillik qilatdinglar. Chunki bexillik qilish sizlarning tabiatinglardir. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: inson bexil keladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: yoki ularning podshohlikdan nasibasi bormi? Hech qanday nasibasi yo'q. Agar bo'ladigan bo'lsa, ziyoda bexillikdan ular kishilarga qilchilik nasib bermaydi. Ya'ni agar ularning Alloh taoloning podshohligidan nasibasi bo'ladigan bo'lsa, albatta ular qattiq bexilligidan hech kishiga qilchilikmi nasib bermaydi. Alloh taolo insonni insonlik tarafidan sifatlaydi. Chunki bexillik, zarlanish va chidamsizliklar bo'lsa insonning sifatlaridir. Lekin Alloh taolo utuqliq bergan va to'g'ri yo'lga boshlagan kishi undaq bo'lmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: inson haqiqatan chidamsiz yaratildi. Uningga yo'qsizlik yoki kasallik yo qo'rqinchdek birer ko'ngilsizlik yetgan chaqda zarlanguchidir. Birer yaxshilik yetgan chaqda bexillik qilguchidir. Faqat tuvandikilar buningdan mustasno. Ular namozga hamisha rioya qilguchilardir. Qur'onda buningga o'xshab ketadigan nurg'unlagan oyatlar bor. Bu Alloh taolaning sehi va ko'p yaxshilik qilguchi zot ekanligini ko'rsatib berdi. İmam Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhisalomning mundaq bu haqda mundaq deganligini rivoyat qiladi: Alloh taolaning qo'li liq to'shiqdir. Uni mahluqotlariga bergan narsalari azayt almaydı. Allah Teala keç gündüz toxtumay bergichidir. Allah Teala'nın osmonlarni ve ziminni yaratgan vaqtdan boshlab bergan narsalarga qarab beqinglar. U hatta Allah Teala'nın o'ng qo'lidagi narsani azayt almaydi. Elhamdülillah. Allah şükürler olsun. Yukarıda İsra suresi tefsirinden
100. ayetkiçe anladınlar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.